Nima uchun aynan mudarris maktabini tanlagansiz? Mudarris maktabi boshqa maktablarga nisbatan bizga tarbiyaviy tarafidan shug'ullanishlari, bu yerda arab tili, rus tili, ingliz tili, IT sohasi, mentalniy arifmetika darslari o'tilishi sababi bizga yoqdi bu maktab. Qaror qildik mudarris maktabiga berishga. Bu yoqqa tashrif buyurganimizda bizani ekskursiya qildirishdi. Bizga mudarris maktabini eng yoqqan jihati bu yerda ta'lim va tarbiya birga olib borilar ekan. Mudarris xususiy maktabini afzalliklari bolani maktabdan olib bu yoqdan bu yoqqa tashlamaysizda. Bu yerda hamma narsa ichida-da. Ingliz tili bilan shug'ullanadi, arab tili bilan shug'ullanadi. O'zini eng yaxshi sevimli mashg'uloti robotika texnikasi bor bu yerda. O'zi rus tilini juda yaxshi ko'rardi, rus tili bilan shug'ullandi. Maktabni tanlashdan oldin juda ham ko'p maktablarni ko'rib chiqqanman. O'zim pedagog bo'lganim sababli maktablarda hozirgi kunda birinchi navbatda asosan tarbiya bo'lsa, keyin ta'limga bola ko'proq yo'naladi. Ya'ni o'zi qiziqishi boshlaydi. Farzandimizni mudarris maktabiga berishimizdan maqsad bu maktabdagi ta'lim va tarbiyaga e'tibor, arab tili, rus tili, ingliz tiliga, robototexnika, IT fanlariga chuqurlashtirgani bizga ma'qul keldi va farzandim ham o'zi ancha qiziqib o'qiyapti. Farzandingizni maktabga bergandan so'ng unda qanday o'zgarishlar sezdingiz? Maktabga berganimdan keyin farzandimda hozirgi kunda matematikadan 1-sinfda xalqaro olimpiadada 3-o'rinni olgan bo'lsa, 2-sinfga o'tgandan keyin 2-o'rinni oldi. Hozir farzandimni o'qishga qiziqishi baland. To'g'risi, yo maktabda o'qiganda, davlat maktabida o'qiganda biz matematikaga shunchalik qiziqish borligini biz sezmaganmiz-da. Albatta bolangizdagi bunaqa o'zgarish ko'rganingizga xursand bo'lasiz. Maktabda o'qiganimizda juda ham o'qishga xohishi yo'q edi, xohlamay borardi-da. Fanlarni uncha o'zlashtira olmasdi. Maktabga kelganimizdan keyin juda ham yaxshi tomonga o'zgardi bolam, juda ham xursandmiz. Bolam o'zi xohlab, xursand bo'lib, kelib, o'ynab, o'qib ketyapti. Masalan, aniq fanlarga ozgina qobiliyati bor edi, lekin bu qobiliyatni 2 oy ichida mana Eliz ustozimiz rivojlantirib, hozir 3 xonali sonlarni bemalol qo'shib ayryapti. Boshqa ota-onalarga ham bu maktabni tavsiya qilasizmi? Ota-onalarga albatta men mudarris maktabini tanlashlarini tavsiya bergan bo'lardim, chunki hozirgi rivojlanish asrida farzandlarimiz tarbiyasiga juda ham ahamiyatli bo'lishimiz kerak. Bu maktabda ham ta'lim, ham tarbiya juda sifatli olib boriladi. Maktab tanlab qiynalmayotgan ota-onalarga mudarris maktabini tanlashsa adashmaydi degan umiddaman. Chunki bu yerda nafaqat o'qish, ilm berish, bolalarning tarbiyasiga, hozirgi zamonda yosh avlod tarbiyaga muhtoj bo'lib qolyapti bir xil maktablarni qarasangiz. Farzandlarini xususiy maktablarga bermoqchi bo'lgan ota-onalarga men mudarris xususiy maktabini tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu maktabda ta'lim va tarbiyaga alohida e'tibor beriladi. Farzandlarini qaysi maktabga berishni izlab yurgan ota-onalarga mudarris maktabini tavsiya etaman.